Yo guys, hammaga salom. O'zi anchadan beri yo'q bo'lib ketdim Instagramda. Na video, na post biror narsa qilganim yo'q. Shu yaqindan Xudo xolasa o'sha blogimni yuritmoqchiman, chunki men yaqindan bilganlar biladi. Bu sohada oxirigacha bormoqchiman. Har doim o'zimga aytib kelganman, yangi yil bo'lsa, u bo'lsa, bu bo'lsa, yangi telefon olsam, boshqa bo'lsa. Xo'p, endi shu semestr ham tugadi, hozir bizda kanikul. Shu yangi yil oldi yaxshi narsa bilan boshlamoqchiman. Hop, qo'llab-quvvatlab tursanglar, yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Ko'ramiz, qani qayergacha borar ekanman bu sohada. Hammaga yana bir maslahatni aytmoqchi edim yangi yil oldi. Xo'p, maslahatim shundaki, menda bir odat bor. Har yili yangi yil oldi o'zimga maqsadlar qo'yib boraman. O'sha maqsadlarga erishishga harakat qilaman. U nima deydi, daftarga bo'ladimi yoki Notion'da bo'ladimi, yoki zametkada bo'ladimi, anaqalarni planlarni terib 1 2 3 4 5 6 7 40 50 100 qilib yozib chiqsam, yangi yilda yoki o'xshaydi yoki bo'lmasam hech bo'lmasa o'shanga o'xshashga harakat qilgan bo'laman. Shunga sizlar ham yangi yil oldi maqsad qo'yinglar. Men ham o'zi qo'ydim. Xudo olsa bugun kechgacha o'zi tugatib anaqa qilaman. Adashmasam 30-40 tala bo'lgan. Shunaqa maqsad qo'ysanglar, natijasini kelasi yil oxirida bilasizlar.